Assalomu alaykum. Kuttirib qo'ymadimmi? Yo'q, kutib qolmadim. Bugun qayerga boramiz? Meni zarur ishim bor. Bormasam bo'lmaydi. Ertaga uyingga sovchilarni yuboraman, bo'ptimi? Faqat xafa bo'lmagin. Tushunarli. Allo. Xo'p, hozir yetib boraman. Bo'pti. Men bormasam bo'lmaydi. Qizim, balki o'ylab ko'rarsan. Qara, qancha yaxshi nomzodlar bor. Ana, Aziz opangga o'g'ilni Alisherni qara. Yaxshi joyda ishlaydi, toparman, tutarman yigit. Uy-joyi yaxshi. Eng muhimi ota-onasi bor. Oyijon, Lochin akamlarning ham oilari bor. Bor bo'lsa nima uchun kelmadi? Sovchilikka xolasi bilan qo'shnisini o'zi keldi-yu. Ozgina mazasi yo'q ekan. Shu narsalar kerakmi? Muhimi baxt emasmi? Mana to'yda ham o'tkazib oldik. Ha, faqat Oyjonni to'yda bo'lmaganlari yomon bo'ldi-da. Senga bir gap aytishim kerak. Qulog'im sizda. Bilasanmi? Meni oyim Ket bering. Yomon odamlar. Oyijonim, o'zi boshqa shu yerda. O'g'lingiz shu yerda, o'g'il. O'g'lingiz yoningizda. Bu ayol kim? Meni onam. Anam kasalman dema, bolam kasalman dema.